Assalomu alaykum İstanbuldagi vatandaşlar. Sizlar bilgandek Angliyadagi Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyni sudga tortish uchun isbot topmoqda. Shu munosabat bilan biz İstanbulda Safaköy'de soat 2dan 8gacha, Zaytunburun'da yakshanba kuni soat 2dan 8gacha guvohlik to'plash faoliyati o'tkazmoqchi. Texi guvohlikni bermagan qarindoshlar yoki bo'lmasa materiallarni kam topshirganlar bo'lsa kep bizga guvohliklarni bersanglar bo'ldi. Biz anketlarni to'ldirib shu sudga topshiradigan organlarga yuvatib beramiz. Eng oxirgi fursat erta va o'yin. Albatta uyda to'rdan topshiradiganlar, anket to'ldira oladiganlar to'rda topshirsanglar bo'ldi. Va boshqa har qanday savolinglar bo'lsa, men bilan aloqalashinglar. Navoda naq maydon berishni xohlasanglar, mana bu yerda erta pidai o'quvchilar bu yerda xizmatlarni qilishga tayyor bo'ldik. Qolgan tafsilotlarni shu videoning ostiga yozma shaklda o'zimning telefon nomeri va shu faoliyatning adresini yozib qo'yaman. Amal bor bo'lsa shu uchurni bir keng taqdim etsanglar.